Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, sadoqatli fuqarolar. Bugun Agrobank nishon filialining navbatdagi fuqarolar bilan uchrashuvi, tadbirkorlar bilan uchrashuvi. Kimda bank bo'yicha nima masala bo'lsa, o'zimiz tanishtirib, masalalarni aytsangiz, biz yozib olib, o'z vaqtida masalani hal qilishga harakat qilamiz. Siz boshing. Bermadingiz. Ikkita ferma xo'jaligim bor. Eralnodirlik ko'cha Baydalashovga to'g'ri. Hozir qarang, biz nimadan dunyoyimni o'rab olmaganmiz. O'rovni puli kiritilgan, o'rovning pulini yuborish biz o'zimiz indaromadan paxtani olganmiz. Iloji bo'lsa shuni o'rovni nimasini pulini chiqarib bersa, chiqarib qo'ysa, hozir o'rovga kiritib qo'yibdi, minusga chap turibdi-da. Biz o'rovga pul chiqarmayapmiz. Sulba tomoniga pul chiqarishimiz kerak. O'rovimiz yo'q. O'rov yo'q, dunyoyimni o'rab olmayapmiz. Biz indaromadan olamiz o'rovni. Pulimizga paxtani puliga olamiz. O'rov bizga aloqasi yo'q-da. Qolganini ham chiqarish kerak. Qolgan pulimizni o'sha o'rovga ushlab turgan me'yorni ham iloji bo'lsa birjaga chiqarib o'tirishimiz kerak. Siz endi o'rovga yana olmasa ikkanigiz post bera olasizmi? Ikkiga endi bizga sertifikatli o'rov berilgan indaromadan olamiz o'rovni. Ularda ham mulkchilik bor tayyorlar. Paxta topshirganimizda paxtani pulga olamiz. Haqiqatan ekilgan. Indaromadan olganingiz bo'yicha nima bor? Hujjatimiz ham bor, onlayn. Domisimiz ham bor, hamma narsa bor. G'alla haqiqatan ekilgan. Lekin shu o'g'itga foydalanishimiz kerak. O'roq pulini. Ekishga. Hozir yo'q. Unib chiqqan g'alla. Suhbatdan ma'lum olishimiz kerak. Birjaga chiqadi. Monitoring qilamiz, ekilgan, unib chiqqan-ku, unib chiqqanligini indaromadan olgan hujjatlaringizni berasiz, kurs beramiz. Tashlab beramiz. Respublika orqali bo'ladi, o'zada nima qilishadi? Iloji bo'lsa o'sha agronoma jo'natsangiz, monitoring qilib ekilgan. Ikkita fermada ham shu masala. Ikkita fermada ham shu masala. Agar siz o'zingiz tanishtirib, aytsa. Nuriston shaharchasida turamiz. Biz oilaviy bog'cha ochganmiz, uy bog'chasini. Shuni xonasini, hammasini nima qildik, ta'mirlab qo'ldan chiqardikda ichki jihozlashga bizga shu kredit ajratib bersangiz. Ishga tushgan bog'cha. Ishga tushgan, ishlab turibdi-da. Necha o'rinli? 25 ta. 25 o'rinli. Borlar bor. Borlar bor, hammasi bor. Endi jihozlab nima qilsak? Qo'shimcha jihozlashga kerak. Kravat, nima stol, stul, shkafchalar, nima kiyim shkafchalar kerak-da. 312-sonli qaror asosida bizda kredit bor, 100 million so'mgacha garovsiz, agar garov bilan ko'proq olmansiz, 300 million so'mgacha garov bilan pul beramiz. Qancha summa kerak? Shu 100 million bo'ladi. 100 bo'ladi, garovsiz, sug'urta kafillik asosida. Qo'shimcha jihozlash. Shunday. Bog'chani nomini ayting. YTT Haydarova Tatyana. Ariza berasiz, kredit olish bo'yicha 100 million so'm, hozir birdan raqamga kiritamiz. Guvohnoma kerak hujjatlarni berasiz. Ishni boshlaydi. Rahmat. Samarqand hududida Hasan Feruza rahbar Hasan. Qaysi firma? Mas'ul Hasanovich. Hasan biznes bo'ldi. Men asosiy masalalarni bittasi shu paxtalarni topshirib nima qildik. Kreditlar mas'ul bo'lgan. Bittasi g'alati nimadan qarzini shu olmoqchi edim. Diska barana bilan endi olmoqchimiz. Endi 10% kredit bor ekan. Oldin bittalarni tekslash oldim shu. Kredit hisobiga olmoqchimiz? Ha, kredit hisobi. Yuandagi to'lib borami? Diska barana chiqadi. Yuanda chiqadi. O'sha yuan nimasini tanishdingizmi? Agrotexnikmi? Yo'q, yuanga bo'ladi. Sumda bo'lmaydi, valyutada bo'ladi. Ha, yuan. 10% chiqadi. 10% ketdi. 10%. Bo'ladi, o'sha ma'lumot shartlari. Oldin bitta oldin toshlanganmi? Bunlar shartlarni tushuntiramiz. Sizlarni kategoriyaga tashlaymiz fermangizga. Kreditlar qo'ygan, o'tgan oydan qarz, o'tgan yilgidan qarzlar yo'q. Pullarni to'liq tushira olamizmi? Yo'q, hali 20% turibdi. 20% tashqari, 80%
sizga yuan bo'yicha harakat beramiz, u yaxshi bo'ladi siz. Uzoq muddatli yaxshimi? Foiz kam ekanda. Foiz kam. Biraz narxlar sal chiqib qimmatradi. Yuan o'zi tushib olib ketyapti-da. Ko'tarilayotgan. Siz to'lovingizda shunaqa bo'lyapti. So'mga nisbatan narx tushsa, siz to'lovingiz kamayadi-da. Undan ham yutasiz. 10%, 8% olgan bo'lasiz, masalan, 2% tushsa. Yaxshi deydi uzoq muddat. Buni o'shanga yozamiz. Opa, siz nima masalada? Bunday o'zi ko'proq kontrakt to'lovini o'tkazish masalasiga keladi. Bunday problema yo'q. O'zi muammo yo'qmi? Bizda bankga nisbatan e'tiroz yo'qmi? Yo'q, bank zo'r ishlayapti, omonat qo'ygan omonatlar. Vaqtida olyapsizmi omonatni? Vaqtida olyapman. Rahmat. Buni oldin o'qib Rahmat, hurmatli do'stlar. Vaqtlaringizni olganimiz uchun